9.900.000 so'mga shu xonadonimizni tunuka fonlarini tarnovlari bilan birgalikda chiroyli holatda qilib berdik. Qadrdonlar, assalomu alaykum aziz, bizni doimiy ravishda kuzatib boruvchi qadrli tunuka fon ishqibozlari. Xonadonim chiroyli bo'lsin deb musofir yurtlarda ishlab yurgan qadrli aka-ukalar, opa-singillar, hammalaringga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilagan holda biz yana bir obyektimizni sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Bu obyektimizni Andijon viloyati Asakani Niyoz Botirida chiroyli holatda qilib berganmiz. Xonadonimizga do'stlar 64 kvadrat tunuka fon ishlatganmiz, 27 metr tarnovlarda ishlatib xonadonimizni shunaqa holatga olib keldik. 1 kvadrat tunuka fonimizni 135.000 so'mdan, 1 metr tarnovimizni 4 metrli o'zimizni oddiy yevro tanlovdan qo'yganmiz, 55.000 so'mdan qilib berganmiz. Agar sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol quyida raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Tunuka fonda ishlatilgan kvadrat materialni kvadratiga hisoblanadi, joyli kvadratiga emas. Sababi joyingizning kvadratdan bukilishi qayrilishning hisobiga tunuka fon ko'proq ketadi. Sog' bo'linglar.